Assalamu alaykum ko'rurmanlar. Bugungi suhbat programmamizga hoş geldinglar. Biz her daim o'xshash bu qatimmo xalqaro vaziyatdagi yangi taraqqiyotlarni ko'radigan holda mulohazaimizni davomlashtiramiz. Xabaringlarda bo'lgandek, mushu oyning 18 va 19 kunlari Xitoyninki Sanshi o'lkasiningki Xi'an shahrida qadimki Tang sulolasininki poytaxti Chang'anda Xitoy ve O'rta Osiyo boshliqlari hem yig'ini o'tkazildi. Bu yig'in bir tarafdan Yaponiyaning Hiroshimada G7 boshliqlar yig'ini o'tkazilayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Shuning uchun bu xalqaroninki yuksak diqqatini tortdi. Biz bugungi programmamizda asosliqi mushu yig'inning arqa ko'rinishi va uning kelgusi taraqqiyoti, shundaqla buningki biz Uyg'urlarga ko'rsatadigan ta'sirini ko'radigan holda muzokara olib boramiz. Bizning mehmonimiz Ilshod Hasan akamiz. Ilshodga xush keldingiz. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Rahmat. Ilshodga Xitoyninki o'tgan bir qancha yil ichida O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan munosabatlardagi taraqqiyotlarni biz oldin qatimqi bir qancha programmalarda muzokara qilib, tahlil qilib o'tgan edik. Bu qatim Xitoyninki Xi'an shahrida bu O'rta Osiyodagi 5 davlatning boshliqlari bilan Xitoyninki boshlig'i bir yerga kelib, mundaqcha aytganda, xuddi Amerikaninki O'rta Osiyoga yurgizgan 5 qo'shilgan bir boshliqlar yig'inininki andizisida yangi bir boshliqlar yig'ini andizisini o'ttirg'i chiqarganligini jakoladi. Bu yig'in bir tarafdan Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarininki, ya'ni G7 davlatlarininki Yaponiyaning Hiroshimada uchirish elib berayotgan bir mezgilga to'g'ri keldi. Hiroshimadagi bu uchrashuv 19-yillardan 22-yillargacha davomlashadi ekan. Yana bugun oxirlashadi deyman. Sizningcha bu Xitoyninki bu qatimqi Xi'andagi boshliqlar uchrashishi va buni tashkillashidagi maqsadlarni ko'z tutib turib o'ylashganda bu yig'in maqsadiga yetdimi, bu yig'inninki bu yig'inni tashkillash shunday bir mexanizmni o'rnatish orqali Xitoyning maqsadiga yetmoqchi. Assalomu alaykum. Yana bir qitim hammanglarga rahmat. Ekran oldidagi bütün vaqt chiqarib anglayotgan qarindoshlarga. Diktator hokimiyatlarninki buning o'xshash hashamatlik qurilishlar nihoyatda jiq bo'ladi. Mayli xalqaro sahnasidagi uchrashishlar, yig'ilishlar yoki davlat ichidagi proyektlari, qurilishlar yoki xuddi Xi Jinpingninki bir balvoq bir yo'ldek xalqaro to'sina olgan bir cho'ng proyektlar bo'lsin. Hammasi ko'rinishda nihoyatda dag'dug'uluq, hashamatlik. Ama axirgi natijasi diktator hokimiyatining xarakteri tufayli hech qachon bir to'liq unumlik bo'lolmaydi. Shuning uchun menda degan vaqtida ham boshda xuloslab oldida xulosini aytib desak, bu Xi'andagi uchrashuv boshliqlarniki hamda summit dedi. Buning uchrashishi ko'rinishda nihoyatda dag'dug'uluq, haqiqatan, nihoyatda hashamatlik, haqiqatan. Jiq odamlarni balkim ko'zini yolqitib har xil hayronda qoldiradigan darajadagi hashamatlikni ko'rdik. Natijasi mu anglatgan, uqtagan gez jurnallardagi nimalarga qaraydigan bo'lsak, masalan, bu bir qitimqi uchrashishda 82 kelishim başlanış degandek bayonot ve imzalar qo'yilgan. 82. Yani 5 O'rta Osiyo davlati bilan Xitoyning orasida 82 xil kelishim bayonotlar o'rtaq e'lon qilingan. Bu demak hamda oz uchraydigan narsalar. Bir qitimqi yig'inda 82 narsani e'lon qilish. Bunun da eğer inçkilab qarasak, masalan, Xi'anda Qozog'istonning bir elchixonasi ochilgan bo'ldi, konsulxonasi.
Bu bir çoğun neticede göründü. Her bir devletler bilen ayrım görüşüş. Mesela yani birisi mening dikkatimni qo'zg'ini Tojikistonning Dushanbeda mesela Shanghai Cooperation'ning yana bir baş ishxonasi shu yerda qurilmoqchi bo'ldi. Bularning hammasini ko'rinishda haqiqatan nayt hashamatlik. Balkim ba'zi Uyg'ur bo'libmi hozirgi Xitoyning milliy qirg'inchilik ostida ingrayotgan millat bo'lgani uchun bizga bir qo'rqinchda ko'rinadi. Ammo lekin bularninki xuddi bir balvoq bir yo'ldek. Masalan biz yaqinda yana bir xabarni ko'ryapmiz. Italiya eng dastlabda bir balvoq bir yo'lninki eng aktiv qatnashchisining birisi bo'lgan g'arb allarining ichida. Ham shuningki bir qism bo'lgan. Hozir o bir yo'l bir balvoqdan chekindiganga oxirgi chekindigan kunni 8-oyga bekitganligini e'lon qildi. Bu demek bu bir balvoq bir yo'l manganmayotidi ba'zi yerlarda. Asqaqlayotidi. Shuning uchun Xitoy o'shanda summit ichish orqali birinchidan bir balvoq bir yo'lni qaytadan tirildirmoqchi. Chunki bu cho'kiyotidi. Manganmayotidi. Bu yerda bir balvoq bir yo'lninki qachon ochilgan deganda 2013-yili boshlangan. Naq 10 yil bo'lgan vaqtida buni qaytadan O'rta Osiyodagi 5 davlatni yig'ish. Chunki bu bir yo'l bir balvoqmi naq Qozog'istonga borgan vaqtida O'rta Osiyoda e'lon qilingan. Qozog'iston buning ichidagi birinchisi. Shuning uchun 10 yil bo'lgan vaqtida qaytadan bularni Xi'anga yig'ib Xi Jinping Xitoy beshi. Undan keyin bu yerda bir hashamatlik tantana orqali bir balvoq bir yo'lni qaytadan yo'lga qo'ydiganligini jakarlash, buni kuchaytirganligini jakarlash va bu yerdagi o'zining do'stligini. Ham bu yerda bir narsa bor. Shu jihatni ilib etgan vaqtida maqsadga yetdi desak bo'ladi. U nima deganda diktator hokimiyat hashamatni yaxshi ko'rdi, tantanani yaxshi ko'rdi. Ko'p odamlarni yig'ib olib, nayt o'zini dag'dug'liq ko'rsatishni, hayvisini qilishni yaxshi ko'rdi. Shuningga diktator hokimiyatlarda har qitim 5 yilda, 10 yilda yoki 1 yilda bir harbiy manevr o'tkazdi. Demokrat ellarda asosan harbiy manevr yo'q. Masalan, Fransiyada faqat 2. Dunyo urushininki oxirlashgan kunlarida yoki Parijning ozod bo'lgan kunlarida o'tkazildi. Amerikada harbiy manevr asosan yo'q. Bu nima uchun degan vaqtida o faqatla hokimiyatninki hayvisini ko'rsatadigan narsa. Endi bu jihatdan elib etgan vaqtda muvaffaqiyat bo'ldimi desa, haqiqatan balki muvaffaqiyat bo'ldi. Xi Jinpingninki o'zining dunyoninki xo'jayin bo'lishga intilayotgan bu havisini ma'lum darajada qondirdi. Masalan, bu yerda nayti aniq qo'yg'ini Xi Jinpingninki taxtiga chiqqandan tortib qo'yayotgan 200 yildagi gullanishi var. Birincisi Komünist Xitoy partiyasining 100 yilligida, yana birisi Xitoy Cumhuriyetining qurilgan 100 yilligida Xitoyninki davlatini yana qaytadan gullantirish. Qaytadan gullantirish degan nima deganda, tarixda biz aslida gullangan, yana shu davriga qaytimiz deganning ma'nosini. Bu to'g'riliq esimda bor ikkimiz yana bir programmada maxsus men buni bir azroq qisqacha tushuncha bergan political inevitability, political siyasi muqarrarlik. Siyasi muqarrarlik ve siyasi nemeti ikisini şu doğruluk. Unutib qoldim. Unutib qoldik şu zaman. Hem de onun demekçi o'g'ini birisi ba'zilar deydi, tarix pekraydi. Burun gullangan bo'lsa zaiflashidi, yana qayta gullanadi deydi. Shuningga tarixda ish qilsang, qilmasang, tarixni sen o'zgartirmaysan, bu mas'uliyatni qochirishninki bir usuli. Shuning uchun tarix cho'glab keladi, ulug'lar chiqib qolsa yana qaytadan gullanamiz. Amaliyotda Xitoyning ba'zilari hozir Xitoy ziyolilari o'zlari deyotadi, Tang sulolasi davri puhralar uchun qorong'ulik. Tang imperiyasi uchun qaraganda bir hasiyamatlik bir imperiya bo'lgan bilan xalq uchun hech qanday foydasi bo'lmagan, nayt ziyonlik xalqning turmushiga.
Çünkü oma hazırkınızga okşaş bir diktator hakimiyet deymiz, padişahlıkni. Yani birisi hem de tarih mengü ilgirilep maňydy. Yana tekimi güzel opmaňydy deydigan göz karaş. Bu toğrulukmy aldın ketim toktalgan tok. Şununla bir yerde Xi Jinping'in kötürüp atkyny tarih burun biz güllengen. Yani bir yerde mesela Lu Xun'un mu bir esirde deydi, Akiu'da deyme. Burun biz bayıp bakkan, Akiu her ketim özü zerbi uçurga vaxtıda hemen burun menin mu atı boğulurum bayıp dike sen güyla nimetin dep köňülni hoş kılıp özünü özü hoşgan okşaş. Ameliyatda tarihte o burunki devrininki onda güllendiği deydigan onçilik bir asaslık bir nersimi yok. Meyli Tang sulalısı olsun, meyli Han sulalısı olsun. Ama lekin bu ketin kişiyanni tallışı nak Tang'ninki siz degenge okşaş paytaxtısı olgan. Hem de her bir cumhuriyetinin başlığı kelgen vaqtida onu başlap Xi Jinping'nin yanıga bildi körüşkin kirgende iki kinizek kızcakninki hem de Xitay kızlarının panusunu götürüp panusunun üstüge Tang dep yezip onu başlap meňişi bu hakikaten hem de belki Xi Jinping'ninki hevisini padişahlık yana imparatorluk bu hevisini muvaffakiyetli kandoğan buluşu mümkün. Bu yerde bir narsa kısıtlığım geldi. Bu Chang'an Tang sulalısının payitahtı. Tang sulalısı bolsa O'rta Asya'daki devletler bilen boğan münasebeti Soğudu'dan bekrek uruş münasebeti o deyme. Ular O'rta Asya'ga besivağılı bağan o vakittalık Abbasiler halifelikinin koşulları bilen tutuşkan. Benim bilişimce Qutayba bin Muslim'ninki başçılıkındaki Abbasilerin koşulları bilen generali asker başlap berip Bulaş iki taraf bilip şöyle Talas deryasının boyunda uruşkan. Bu tarihte tuncu kıtın bir Arap İslam koşulları bilen Xitay'ninki koşullarınki uçuruşu hem de kurallık uçuruşu. Yani bu Xi Jinping'in bu 5 devletin başlıklarını şu yere yıkıp bunda uçurup bir işi Xi Jinping'e nispeten bir ilaki cahangirlik bir garizinin bağlılığını bildiremdi o kandak. Eğer şundak bu kalsa o çağda bu O'rta Asya'daki 5 devletin başlıklarınınki tarih savadı yok demdik ya ki ulalıkı içinde bilsimi teşhida külüp turatamdı. Menimce bulamı bilidu. Tarihten savağı badep karayma. Hemmesi okugan bu. Meyli Rusya'da okugan bolsun, Kaya'da okugan bolsun. Hemmesi xeyli malum derecede seviyelik bula. Akına kayısı Cumhuriyetninki başlığınınki bir İngilizce muhbirini kabul kılanını gördüm. Seviyeme raurus bay İngilizcesi. Türkmenistan'ın o deyme. Nayti yaxşı bir söhbetini gördüm. Hayran kaldım. İngilizcesi raurusla hem de menda diye vaxtıda. Angliyanın muhbiriga cevap veriş jarayonida. Türkmenistan'ınki hazırki prezidenti Begzade o Şahzade. Yaxşı okutqandı da dese. Belkim. Şununki mesela axbarat erkinligi yok diye vaxtıda sizler Asancı'nı solap koydunlar. Kene sizlerinin axbarat erkinliginler dep. Şu suallan soru. Şununla hem de bularını okumagan savadsız tarih bilmeydi demeymiz. Mesela Tokayev özümü Xitaycı mı bildi? Xitay'nın matbuatları nimelerine davatkallığını, Kazakistan'ın zemini bizden davatkallarını menence o anlamaydı emez, köyümü diye emez gördü, anlagan. Lekin bular badi. Hem bunu tarihini manda seliş olsa, Xitay'nın tarihi de mesela meyli Tang sulalısı olsun, meyli Han sulalısı olsun. Ya ki keyinki en aciz boğan Song Ming sulalısı. Bir yerde Mongol olan Mançingni hesaplamaymiz. Bu ikisi Xitay'ını boysundurgan, Xitay'ını kul kılıp işletken baş sırtın kegen imperiya ameliyatta. Aşı Song devirdeki Xitay'ninki Songname yana tarihi dasturları. Şulardı yazga vaxtıdı mı? Mesela Karxanilarını Xiyidaşı dep yazgan Xitaylar. Bulardan kegen elçiler olpan tölep kegen biz ular manda Şahzade degen nam berdik ubu dep yezip algan.
Endi o vaqtdagi tarixiy ahvol masalan, burun bizning Urumchidagi Shinjon universitetining professori bo'lgan, hozir Fudan universiteti deyman. William Tao deb bir tarixshunos bor. Bu adam Türkolog, Qarxanilar tarixini yozgan, Saidiya xonligi to'g'riliq yozgan. Aşı adam o'zining yozgan Qarxanilar to'g'riliq yozgan tarix kitobida William Tao efendim o'zi degan. Yana şu vaqtida Qarxanilarni So'ng sulolasiga o'lpon to'ladi degan bu butunlay o'ydirma. O vaqtdagi So'ng sulolasi ularga bo'ysundirgan o holati yo'q. Faqat Soda Setix bilan kelganlarni o'rniga qishqirib, ularga hashamatlik ziyofat berib, uningdan keyin ularga tek sovg'atlarni qo'shib berib bo'lib, o'zining tarix kitobiga bular o'lpon to'lab keldi, biz ularga mana nam berdik deb yozib olgan. O so'diganlar ketgan vaqtida Xitoyning daftarini izlamagandan keyin nima yozdi parvoy pelak o'zininki topgan boyliqlarni elib ketib qolgan. Bu Xitoy o'zining yozgan kitobida. Albatta hozir u gapni qilolmaydi, balkim o professormi. Budaqi meningcha bu yandiki bu hashamatli yig'ilishma naq shunga o'xshatiman. Masalan, O'rta Osiyodan kelgan bu Cumhuriyetning boshliqlari hammasi bo'ladi. Nemaga berayotganligini, ular uchun iqtisodiy jihatdan mablag' kerak. Shuning uchun ular berib, Xitoyning xo'sh qilib qo'yib, sen imperator bo'lmoqchi yoki Jahongir bo'lmoqchi bo'lgan, o havasini Xi Jinpingnikini xo'sh qilib qo'yish, ammo o'zining yanchug'iga oladigan pullarni elib, berib, davlatiga azroq bo'lsa-mu, hozircha bir narsani to'liqlash. Ham bu yerda bunda bo'lishidagi sabab ikkinchi savolimizda yana o'timiz. Rossiyaning ojizlashiga ergishib, O'rta Osiyodagi bu 5 jumhuriyat iqtisodiy jihatdan Rossiyadan keladigan hech qanday bir narsa bo'lmayotdi. G'arb dunyosi O'rta Osiyo o bir quruqliq, mana degan 4 taraf nayt to'salg'i bo'lganligidan G'arb dunyosidagi kapitalistlar unday yerga berib mablag' selish uchun uningki qatnash qulaylik sharoitlariga qarab hozircha uningda cho'ng foyda bo'lmaganki mablag' solanmaydi. Xitoyda mablag' bor, hokimiyati faqat hokim mutlaq bo'lganiki, fuqaroning oshqalamda, o'lamda uninglik kori yo'q. Ammo lekin bular bu yerga pul sola oladi. Shuning uchun mana degan vaqtida ikki taraf Xi Jinping o'zining havasini, Jahongirligi havasini qo'sh qilish, Rossiyadan keyin Osiyoga xo'jayin men bo'ldim, hozir Jiroq Sharq va O'rta Osiyo bu tarafga degan dunyoning ikkinchi bo'lyapti degan havasini qo'sh qilish. O'rta Osiyodikilar bo'lsa, julg'idak bo'lsa, julib uni elib ketish. Bu ikki taraf mana degan vaqtida o'zining maqsadiga ma'lum darajada yetdi. Ammo bu yerda Xitoyning buning bilan G'arb dunyosiga berayotgan bir signal naqsiz degan Xi Jinping va Xitoyning jahongirlik ideologiyasininki nihoyatda cho'nqur ekanligini, bu havasining borlig'ini, dunyo xo'jayin bo'lib, dunyoni bo'ysundirib, dunyoga ega xo'ja bo'lma deb o'zining madaniyat, o'zining narsasini tangidiganligini buni tuydi. Bu orqali texmo mana deganda G'arb o'yg'ong'ini bir necha yil oldi. Bu uyg'onishiga Xitoy bu hashamatlik, bu ko'rinishlar orqali, bu tang davrini qayta asiltish orqali mana degan vaqtida G'arb dunyosiga bir ogoh beryapti. Shuningga bu jihatlarni elib etgan vaqtida Xitoyning erishgan natijasimi bor, ammo utirayotgan tarafimi meningcha xeyli jiq deb qarayman. Ularda bu yig'inni vaqt jihatdan o'rinlashtirish qanday qaraysiz? Ya'ni Hiroshimada G7'ninki boshliqlar yig'ini o'tkazilayotgan bir paytda o'rinlashtirilishi sizningcha qaysi uchurni berishni maqsad qilgan? Meningcha bu yerda ikki narsa bor. Birsi Hiroshima'dagi bu uchrashishga tang o'rinlashtirish, albatta G'arbga xirs qilish, G'arbga o'zini ko'z qilish. Yana birisi meningcha bu yerda yana bir narsa, Xi Jinping bizil ikkinchi oydan keyingi men buni xeyli muhim deb qarayman. Ikkinchi oydan keyingi qurultayida, ikkinchi oyda, 3-oyda ilishgan, ichilgan.
qanda bo'lmasin, o bo'ladi raislik, mangulik rais bo'ldi-da hamdi. Burun Xitoyda Deng Xiaopingdan keyin ikki qaror, mayli yag'an bo'lsin, ras bo'lsin. Shaxsan men uni yag'an ikki qaror deyman. Chunki bu yerda ikki qaror degani bilan o oldidagi podsho uni bekitib bo'lgan, uningki kim bo'lganligini. Shuning uchun bu yerda hargiz bizning tushunchamiz bo'yicha demokratiyadagi ikki qaror emas, bu siyosiy tuzumidagi diktatorlikdagi ikki qaror. Ama buni Xi Jinping birinchi qitim buzdi. Buzib bo'lib, buningga tamg'ini 3-oyda bostirib oldi. Buning oldida har xil mayli ig'vo gaplar bo'lsin, mayli g'ulg'uy bo'lsin, Xitoyning ichida Xi Jinpingni og'dirib o'tish uchun og'izda bo'lsinmi, Xitoy demokratlari, Xitoy ziyolilari, hattoki Qizil ishkinchi avlodlarning ichidami buningga xeyli o'lg'uy qo'zg'ab baqdi. Shuning uchun garchi Xi Jinping butun huquq changildi bo'lsinmi, ammo buningdan andishi bor edi. Shuningga nihoyat ehtiyotkorlik bilan qadamma-qadam ipmangdi. 3-oyda buningga mangulikka o'zini saylatib, tamg'ini bosdi, mangulikni ip bo'ldi. Endi bu yerda savol yo'q. Yana bir qitim saylan bo'lamdi, bo'lmamdi, o baribir bo'lib bo'ldi. Chunki mana siziqni buzib o'tgandan keyinki qadamning hammasi birinchi siziqni buzib olsa, o qolgan siziq sizashning hojatimi yo'q. Sizgan siziqnimi o vaqtda hech kim hayron qolmaydi. Shuning uchun buningdan keyin Xi Jinping hokimiyati keng ko'lamda xalqarada o'zining obrazini o'ngshash, o'zini qaytadan dunyoga tanitish manda bir faoliyatni boshladi deyman. Buningga mayli Xi Jinpingninki uning oldida ip olgan uchrashuvlari bo'lsin yoki nemini Maşinruyni O'rta Osiyoga avatish bo'lsin, uning oldida boshqalar bilan ko'rishi kaynidi bo'lsin, hammasi buning ma uchrashishmi, shuning bir qismi deb qarayman. Shuning uchun mushu ikki nuqtani elib etgan vaqtida bu yig'inning bu yerda bo'lishi uchinchi yana bir nuqtasi ras. O bo'lsa başdaki Rosningki Xitoy bilan Rosning deyishvog'ini bo'yicha menimcha amaliyotda bu agar Rus Ukrainadagi bu patqoq pitib qolmagan bo'lsa, balkim bu yig'in boshqacha yechilishi mumkin-di. Putinni berib qatnashadigan Rusmi bor, manda bo'lishi mumkin-di. Ammo lekin Putinninki o'ylamagan yerdan Rossiya Ukrainada patqoq pitib qelishi, hozir qanda bu patqoqdan chiqishi bir ko'rinmayapti. Bunda bir sharoitda mana degan vaqtida burun Amerikadan qarshi Rus deb tushungan bo'lsa, xalqaro hozir Amerikadan keyin Xitoy bo'lib qoldi. Rus tugidi mana deganda. Rusning O'rta Osiyodagi ta'siri asosan siqirib chiqarilib yetib bordi. Bu yerda Amerikaningki dangliq strategiya olimi bo'lgan Stephen Kotkin degan Hudson Institute'ninki tadqiqotchisi. Shu odamning gapi bo'yicha degan vaqtida Xitoy hozir Rusning O'rta Osiyodagi turtni Xitoy yeyotdi. Kesib oldi. Kesib oldi, yeyotdi. Eating Russians cake deydi. Bu O'rta Osiyoni bular yeb oldi. Mana bu yig'inninki bu yerda bu vaqtda o'rinlashtirishi menimcha shu 3 aq ko'rinishninki tufaylidir. Albatta g'arbga xiris qilishi bu birinchisi. Bu shu G7'ning gapi chiqdi, shuning qatorida G7'dagi yig'inda Xitoyga nisbatan kuchli bir uchur berdi ularmi. Xitoyningki Janubiy dengizdagi harbiy hozirliqlariningki rayonga bexatarlik tahdid elib kelayotganligini ta'kidladi o'rtaq bayonotida. Ondan keyin shu Sharq Turkiston va Tibetda insonlar qilayotgan Xitoy hukumatiningki kishilik huquq dafsandachiliklarni to'xtatish kerakligi haqida chaqiriq qilindi. Siz bu G7 yig'ini haqida va u yig'inninki muvaffaqiyati haqida bo'libmi Ukrainaning prezidenti Zelenskiyni ataydan chaqirib akilib endi o'ltag'izib turib 7 boshliq Xitoyga Rossiyaga qanday signal bermoqchi deb qaraysiz? Ya'ni bu yig'in to'g'riliq masraq to'xtalib qarashlarni so'zlab o'tib ketgan bo'lsangiz.
G7'si Yaponiyada içildi. Yaponiya Xitoyning qo'shnisi, Xitoyning ham burunqi dushmani. Hozirmi Xitoy uni yana dushman tahdid deb qaraydi. Yaponiya ochiq-oshkora agar esimizda bor bo'lsa, bulto'g'i deyman. Abiy apandim hayot vaqtida Tayvan masala bo'lsa, Yaponiya ikkilanmay aralashish majburiyat degan gapim bor. Mana degan vaqtida agar biz bu Xi'an bilan Yaponiyada ichilayotgan bu G7'nin ikkisini selishtirsak, O'rta Osiyodagi bu 5 davlatning bag'anlar Xi Jinpingga hammasi pul elish uchun bir sadoqatlik bildirdi. U bo'lsa Xitoyning Tayvanni o'z qo'yniga akirishiga mutlaq shartsiz qo'llaymiz deb bu bayonotni tang berdi. Hammasi berdi, 5 elisi. Hammasi Xitoyninki Tayvanni birlikka kelishtirishini shartsiz qo'llaymiz dedi. Endi G7'ning yig'inida nima dedi desa, Tayvanni biz qo'g'daymiz, u bir demokratiya. Uningdan keyin Uyg'ur, yana Tibet masalalarini kishilik huquq, buning dafsanchilik qilyotidi deb so'zildi bu yerda. Endi buni selishtirib qaraydigan bo'lsak, Xi'anninkida Qirg'izistondan boshqa hech qanday bir davlatning vatan bizning Sharq Turkiston to'g'riliq, bu milliy qirg'inchilik to'g'riliq hech qaysi ifoda bildirmadi. Bu xuddi bir bu yerda hech qanday milliy qirg'inchilik bo'lmayotgandek bir to'sna oldi. Bo'libmi Qozog'iston biz bilamiz. Qozog'istonda 1 millionga yaqin, yana 1,5 milliondan jiq bizning vatandan bağlan Qozoq qarindoshlarimiz var. Bularning urug' tuqqanlari ashada lagerlarda. Ammo Qozog'iston bilan bo'lgan hech qanday ikki tarafning suhbatida, bayonlarida bu to'g'riliq bir og'iz gap yo'q. Mana degan vaqtda Sharq Turkiston masalasi xuddi mavjud emasdek. Faqat Qirg'izistonninki Japarovko deyman. Shuning bilan ko'rishgan vaqtida bularning bayonotida Qirg'izistonninki Xitoyning yana Xinjiang masalasidagi bexatarligini, Qirg'izistonning qo'llaydiganligini buni bildirdi. Bu yerda faqat birla shu Qirg'iziston bu masalaga Xitoy tarafda turib bayonotida kirgizgan. Qolganlari hech qaysi, masalan, o'zbeklarmi bor hozir Xitoyning lagerida, chet elda yurayotgan lagerninki shohidlarning ichida Xitoyni so'kayotganlarning ichida o'zbek qarindoshlarimiz bor. Bular to'g'riliq hech qaysi bu to'g'riliq gapirmadi. Ammo aksincha Yaponiyada ichilayotgan bu G7'ninkida Uyg'ur masalasi, Tibet masalasi, kishilik huquq hammasi bu yerda suhbatda bor bo'ldi. Endi ikkisini yana bir jihatni selishtirgan vaqtida Xi'anning yig'iniga qatnashganlar hammasi bir chiqib olsa sakindan tushmaydigan raislar. Bularning tuzgan har qanday siyosati tuyuqsiz bir o'zgarish bilan o'rilib ketsa, bu siyosatning hammasi yo'qolib ketadi. Biz buni jiq ko'ryapmiz. Mana bir odam sakiniga chiqib olib tushmaydiganlarninki qanchalik hashamatli siyosat tuzilsin, ammo lekin u odam o'rildi, bu hammanimasi yo'q bo'ladi. Demokrat ellarda G7'da bo'lsa 7'da bularning qilingan va'dalari hammasi davlat nomidan bo'ladi, shaxsiy nomidan bo'lmaydi. Shuning uchun bularning bergan hamma imzolari hammasi kuchga ega. Masalan, Zelenskiyga, yana Ukrainaga Amerika F-16 uchish kurash aeroplanini berdiganligini, bu da mo'shuningda ma'qul dedi, ham lüç tarbiyalab berdiganligi ma'qul dedi. Mana degan vaqtida yana bir hukm bor. Bu hozir Amerikada va Yevropalarda deyilayotgan gap. Yana qilishining ovozingiz yaxshi kelmayotdi. Bu biz Rusga mag'lubiyat bo'lib qolsa, Xitoy Tayvanga kiradi. Shuning uchun Ukraina cho'qim Rusni yengishi lozim. Shuning uchun mana degan vaqtida Ukraina urushi Xitoy bilan bo'layotgan ikkinchi so'g'oq urushininki oldingi boshlanishi. Shuning uchun bu G7'ning Hiroshima'dagi ichilayotgan yig'inda
qanday qilib Xitoyning oldini to'sash. Yana bu yerda yana bir yangi chiqqan atalg'u bor, yana Xitoylar bilan bo'lgan munosabatda burun decouple, yana ajrishish. İki taraf chegarini ayirib chiqish. Hozir hamda bu qitimki ishlatgan so'zda de-risk, yana mitigation of risk, yana nima deymiz, tavakkulchilik, yomon oqibatning oldini olish. Xatarni azaytish deb tarjima qiladi. Xatarni azaytish. Xatarni azaytish. Bunda degan vaqtida bu yanala chiroyliroq so'z bilan Xitoyni ki dunyoga bu xatarni azaytish, kemaytish degan nima degan gap degan vaqtida Xitoyning dunyoga olib keladigan baloyi ofatning oldini olish degan deb tushunsak bo'ladi. Buningda hamda shuningga bular plan tuzyapti. Bularninkida hashamatlik yo'q, tarixdagi imperiyalarninki qoldiqlari yo'q, ko'rinishlari yo'q. Ammo lekin amaliy natija bor. Onu biz şu Zelenskiyning berishi bir urushda bo'layotgan davlatning raisining ki başının buyurib, shu yerda faqatla o G7ninki bilan uchrashish emas, hatto Hindistonning bosh ministri bo'lgan Modi bilan uchrashishi, Xitoyning yana bir ashaddiy dushmani bo'lgan Vyetnamning boshlig'i bilan Zelenskiy ko'rishdi. Bu mu yana bir signal? Bu signal nima degan vaqtida biz hammamiz bilamiz, 78-yili Vyetnam bilan Xitoy urushgan, uningdan burun urushgan. Hatto Vyetnam bir mezgil Xitoy imperiyasining ichidami bo'lgan. Ammo Vyetnam Koreya ikkisi Xitoydan ayrılgan vaqtida eng pak-pakiz ayrılganlar deb qarasak bo'ladi. Chunki Koreya Xitoy yeziqini ishlatmay tashib etib, yangi yeziq ijod qilgan. Vietnam mı? Bazılarının ben okuyan bazı kitaplar deyişçe Ho Chi Minh, yani hazırki Vietnam'ını kurgan şu adamın koygan teklibi Xitay xetini yok Xitaylı yeni yezik icat kılıp şunu kullanaylı. Xitay'dan yezikten tatıp kurtuluşumuz lazım. Olmasa bula kayıp geliyordu yana. Dep yezikini özgertip etken hem Xitay bilen uzun düşmanlaşgan ta hazırgacha munosabatni o'ngshab bo'lmagan. Shuning uchun menda degan vaqtida bu G7ning yig'ini garchi 80 necha xil kelishim, uqtirish yoki deklamatsiyalar e'lon qilinmagan bilan natija jihatdan ko'rinishlarda nayti oddiy soddiy, masalan ko'rinishlarni ko'rdik. Bularning uchrashayotgan yerlarda faqat ustalning ustida qahva bor, qog'oz bor, undan boshqa hech nima yo'q. Buni Xi Jinping bilan yettininki uchrashidagi ustallarga qaraydigan bo'lsak, o ikkisini selish to'g'ri bo'lmaydi. Hashamatlik jihatda. Shuningga mana deganda bu ikkisininki bir-birisiga naq ikki xil tuzumning unumini ko'rsatish, ikki xil tuzumninki afzalligini hem kamçılıklarını köstüş. Manda degan vaqtida bu hazır mesela şu bir haftanın içinde Xitoy to'rlarida o'g'irlikcha cheklangan astidimi? Yana naiti ko'p muzokaralar bo'lyapti. Xitoyning nima uchun bunda hashamatlik qiladi? Nima uchun o'zining davlatida shunday jiq qiyinchiligi va puhralari bor turib, boshqalarga shunday jiq pullarni yordamga beradi degandek. Manda degan vaqtida bu yerda bir fikr g'ulg'uy qo'zg'ayapti. Bu mu? Bu yig'inning natijasi desak bo'ladi. Xo'sh. Rahmat. To'g'ri shu mening diqqatimni tortgan bir nuqtami bu G7ga qarata. Shu decoupling o'rniga de-risking degan so'zni ishlatishi, ya'ni ayrilish deganning o'rniga xatarni azaytish degan so'zni ishlatishi. Ondan keyin yana biri Hiroshimada o'tkazilishi. Hamda Hiroshima bilganimizdek dunyoda tunji qatim atom bombasininki zarbasi kuchirgan bir shahar. Hozir Rossiyaninki jon talashishga boshlagan siri Ukrainaga yadro qurol ishlatish ehtimolligi kuchayotdi va bu vaqtga endishimi bo'lgan siri kuchayotdi. Shunga bu Hiroshimadagi yig'inninki o'rnini
va uningki bergan signali intayin muhim deb o'ylayman. Bu yerda sizdan so'raydigan bir savol, bu g'arb davlatlaridagi gayatidagi bu davlatlarningki Xitoyga bergan uchurida ayrilish o'rniga xatarni azaytish deyishi, ularningki Xitoydan ayrilishga ko'zi qiymayotganligini ko'rsatdi yoki Xitoyni bek açıklatmaslık, pərpilab turishni ko'rsatdi bu so'z. Ben ikincisiga tarafida Xitoydan ayrılanmaydı emas yoki ayrılışga qiymaydi emas. Hozir Xitoyninki mohiyatini Amerika, G'arb dunyosi to'nib yetdi. Ammo lekin burungi programmalarda deyishdik biz, Xitoy 49'u kurulgandan tartib Amerikani düşman deb qarab kelgan. Mana degan vaqtida. Onun aldığını mı hem de Amerika'nı pek yaxshi ko'rib ketmaydi, ama Amerika'nın yardımlarına erişken, Amerika'nın G'arb dünyasının birisi deb to'nigan John Cash'ning vaqtida. Ama Xitoyning dunyoga xo'ja bo'lmaydi degan bu tushi John Cash'ning davridan tartib bor. Shuningga hattoki shu hozirgi mustaqil bo'lib bo'lgan Mongoliyani mu John Cash Tayvanga borgandan tartib texe uni xaritasiga kirgizib olgan. Hattoki Mongol ishxonasi bo'lgan. Tayvanda hamda buni bu keyin Minjindan chiqqandan keyin uni o'zgartiryapti, amaldan qoldiryapti. Yaqinqi ishtiqi. Shuning uchun mana degan vaqtida bu niyatini burundan bo'lganligi uchun bular uzun mezgil tayyorlik qilib kelgan. Balkim bu niyatini biz Uyg'urlar aytib yaxshi tushunamiz. Ammo g'arbliklar buni tushunamagan. Xeyli vaqtcha, shu yaqinqi 5-6 yilgacha bu bayongacha unchalik tushunib ketamagan. Xitoyni aytib yaxshi bularni yo'lisak bo'ladi deb men burungi bir programma dedim deyman. O 100 yil marafon degan kitobni yozgan Salisbury ismi. Shu adam bir qitim bir yig'inga kelgan vaqtida men savol so'ragandim. Amerikaning buningga bir tayyorligi bormi Xitoyga qarata desam, yo'q, hozirgacha hech qanday bir Xitoyga qaratgan siyosat yo'q dedi. Hammasi shu yangi chiqqan hukumat qarab yiqib posiyat tutadi. Tijorat. Endi siyosat tuzashga boshildi, ammo lekin ma'lum darajada azroq kechikkan bo'ldi. Shuning uchun Xitoy bilan bo'lgan ba'zi bir savdo, mahsulot ishlab chiqarish, dori, mushularda hozirli biraqla ajrashib ketsa, xuddi bir er-xotindek ajrashiblar, uziblayversa, bir mezgil asqab qoladi. İqtisadi jihatdan asqaydi. Mal bahası hozir mesela Amerikada yashaganlar hammamiz bilamiz. Mal bahası o'rilaydi. Buning bilan xalqning turmushiga ta'sir yetadi. Amerikadagi demokrat davlatda xalqning turmushiga ta'sir yetganda o partiya turolmaydi. Hokimiyat tushib ketadi. Shuning uchun bular mushuningdan o'zini qochirish uchun hozircha Xitoyni paplab turish. Hamda bu faqatla bu jihatlar emas. Burungi bir necha yilning oldidagi 5-20-30 yil jarayonida Amerika hattoki o'zining eng yuqori fan texnikalarini Xitoyni ochiq ichib o'tgan. Bo'libmi Xitoyningki olimlari kelib Amerikaningki har nozuk sanoat, tajribaxona hamma yerlarda ishlash jarayonida bir chetdan bu yerda ishlasa, bir chetdan o'g'irlab Xitoyga ta'minlab, Xitoyning fan texnika mayli harbiy jihati bo'lsin, bularni nihoyatda kuchlantiryapti. Kuchlantiryotgandan keyin hozir qarab baqsa, Amerikada tayyorsiz, G'arb dunyosi hamda Amerika shu G'arb dunyosining beshi. Amerika tayyorsiz, G'arb dunyosi. Shuning uchun buni paplab turib, o'zini o'ngshivog'icha azroq vaqt, Xitoy inglizcha bo'yicha buy time deydi. Vaqtni o'ziga tejib olish, azroq vaqt berish o'ziga. Shuning uchun bu yerda Xitoyni paplab turib, agar ammo Ukrainani keskin qo'llash. Bu yerda haqiqatan nima deymiz?
hem carrot hem steak. Yana hem kaltak hem sebze. İkisi var. Sözü. Ukrayna'da çokum Ukrayna yeniş gerek. Bunun da bütün yaxşı qorallan beriş arqılı Ukrayna'nınki g'alba qilishi Xitoyga agah bu Amerikanınki. Bu jihatda. Ammo Xitoy bilan bo'lgan bevosita munosabatda garchi Xitoyning Rusni qo'llayotganligini bilsa-mu, qo'llamaysa jim turg'in, bo'lmasa buningdimi cho'ng ziyon bo'ldi deb Xitoyni paplab turib azroq vaqtni qilish. Shuning uchun bu yerdagi men buni Xitoydan orlanmaydigan yoki Xitoyga mikri nim qilmaydigan u davri o'tib ketdi. O davri o'tib ketdi. Hozir Amerikanınki hem de Amerikanın bu sakinde tuğan siyasetçileri asasen Xitoy şunaslarınki fikirlerini kabul kılıyordu. Ularınkini faydalandı. Hazır Amerika'da Xitoy şunaslarınki undaq ilki arılanmaymiz deydiganlarning ovozi ching chiqolmaydigan davr keldi. Bir necha yilning oldida bo'lsa, agar va Xitoy tahdid desa, o Xitoyshunos balkim baza topolmadi. Hozir Xitoy yaxshi deydiganlari baza topolmaydigan, hujumga uchraydigan manda bir muhit shakllanyapti. Shuning uchun mana deganda Xitoydan Amerika arilalaydi, ayrilishga qat'iy niyat bilan shu tarafga plan tuzib menyapti. Meningcha hozir Amerikaningki Xitoy qaratgan siyosati nayti iniq, bu bir tahdid, buning oldini olish kerak. Ammo hozircha Ukrayna urush tugicha Xitoyni paplab turib vaqtni qilish. Rahmat. Undaqda bu Xitoyninki o'zi bosh bo'lib qurib chiqqan Shanxay hamkorlik tashkiloti mavjud. Uni bilamiz. 96-yili qurilganmi, 97mi? 96 deyman, tunji qurilishi. 96 deyman. Bu tashkilot hozir zo'rayib hamda Hindistonni, Rossiya, Hindiston, Pokistonlarni ichiga kelib kuchaydi. Turkiya, hatta Iran bu davlatlar kuzatuvchi bo'lib qatnashyapti. Hamda shundoq bir tayyor asli qurilgan mexanizm, bir tashkilot bo'lgan ahvol ostida Xitoyninki bu O'rta Osiyodagi 5 davlatni bir araga ekib Xitoy va O'rta Osiyo boshliqlar yig'ini deb yangi bir mexanizm o'rnatishga urinishini qanday tushunamiz? Hozirgi chiqqan xabarlarga va bayonotlarga qaraganda bundan keyin muqim bir rasmiy mexanizmga aylandi ekan. Xitoyda katibatlik ishxonasi qurildi ekan. Har 2 yilda bir qatim bu xil boshliqlar uchrashishi elib berildi ekan. Xabarlarda 2025-yili bu uchrashishga Qozog'iston sahibxonlik qildi ekan. Siz buni qanday tushunasiz? Ya'ni mavjud bir Xitoy o'zi bosh bo'lib qurgan va muhim rol o'ynaydigan ham bexatarlikni asos qilgan bir mavjud sistema tashkilot bor turib, buni qurishdagi maqsadini va bunga bo'lgan ehtiyojni qanday tushunasiz? Bunda degan vaqtda bir oddiy misol, agar bir tashkilotda 5 odam bo'lsa, o tashkilotninki unumlik bo'lishi oshib mangdi. Adam az bo'lgan siri o unumlik bo'ladi. Qarorni oson birlikka keltirgan bo'ladi. Muzokir dattalash oz bo'ladi. Bir-birini qoyil qilish oson bo'ladi. Ammo tashkilot kengayib 100 vakil bo'lgan vaqtida 3 kun yig'inasiz bir qarorni ya ala olaysiz ya ololmaysiz. Bo'libmi? Taraqqiy qilmagan davlatlar. Odamcha qo'sa mal haram deb. Odamcha qo'sa mal haram. Odamcha mal haram. Boshqacha bu. Shanxay birlashmasi eng dastlabki qurilgan vaqtida O'rta Osiyo va Rus Xitoy edi. Mana degan vaqtida Rus bilan Xitoy ikkisi 5 bo'lsa, O'rta Osiyodikilar buning ichidagi azatdi. Xitoy bilan Rus ikkisi bir-birisi almashib, buning 5 bo'lib tursa, O'rta Osiyodagi bular
Qagan qo'shilganlar andimunda u yoq bu yoqqa tang agishib mangdi. Rus bilan u yerda eng dastlabki vaqtida faqat Rus bilan Xitoyninglar manfaati birlikka kelalsa, buning ichida qarorni hammasini ola oladi. Qolganlar hammasi ikkisiga agishidi. Bu eng dastlabda. Keyinida buningga Pokiston qo'shildi, Hindiston qo'shildi, İran, Türkiye, bular hammasi qo'shilgan siri kengaydi bu klub. Kengaygandan keyin biz o'ylaylik. Pokiston bilan Hindiston qo'shilgandan keyin buning ichida birlikda bir qaror ag'in bo'lamdi deganda meningcha ag'ini bo'lmaydi. Pokistonning manfaati bilan Hindistonning manfaati bir yerga kelmaydi. Türkiye'nin manfaati bilan qolganlarning manfaati bir yerga kelmaydi. Shuning uchun bu bag'an siri kengaygan siri bu xuddi BDT'ga o'xshash andimunda bir-birsini yo'laydigan yilqi krizis kuchirgan vaqtida masalan ma davlat bir krizis kuchirganda mayli hokimiyat krizis kuchirganda yoki bo'lgan vaqtida bular hammasi asosan bir chiqib olsa sakindan tushmaydiganlar bo'lgandan keyin bir-birisiga andimunda shunda halqiliq vaqtida azroq mablag' selib iqtisodni azroq vaqtincha yaxshiltib berib xalqning noroziligini pasaytirganga shunda bir funksiyaga aylanib qolgan. Ammo coğrafiyalik yoki bir unumlik tashkilotlik funksiyasi bag'ansiri suslashib mangan. Shuning uchun bu mana degan vaqtida Shanghai Cooperation'ninki yana Shanghai birlashmasidan faqat atalmış anti terrorizm, yani terrorizmga qarshi jihatda azroq bir narsalari bor, ammo qolgan taraflarda asosan kuch qolmagan. Endi bu yerda Ukraina urushidan keyin Rus bir xil tushib ketdi. Ben aldığım ketimki bir programımız dedim. Hazır Rus'un her kanda bir imperiyanın tasir dairesi oldu. Tasir dairesi. Mesela meyli Amerika'nın biz Cumhuriyet deyli, imperiya deyli. Amerika'nın tasir dairesi dünya karakterlik. Dünyanın hem yege tasiri var. Askeri bulmagan, edimi bulmagan yerde McDonald's'ı var bulanınki. KFC'si var. Ya ki başka Coca-Cola'sı var. Bir narsa bor. Dunyoning hamma bulunmuş haqlarida. Bu mu deganda padichi ishtini bor deganda Amerikaning. Uningdan qolsa burun Rusninki dunyoning hamma yerlarida ta'siri bordi. Sovetninki vaqtidan tortib Rusninkigacha u yerlarda. Hozir Rusning ta'siri o'zining chegarasidan olqiyolmaydi. Askar kuchi naga basa shu yerda ta'siri bor. Askari yo'q yerda Rusning ta'siri yo'q. Mesela Suriye'de belki bazıları tesiri var deydi. Askeri var boğallıktan tesiri var. Askerin açıkçası Suriye'de tesiri kalmaydı. Ukrayna'nın bu işgaliyet kısmında tesiri var. Ondan başka yeri yok. Orta Asya'da mı biz köydük. Aldın ketimki bir yığılışta birinci ketim Orta Asya'nın bazı rehberleri Putin'nin ki kolunu mesela danglap durup Putin'ni daprosluğa yerleri köydük. O nime degende tesirisi yok avatıdır. Ama Xitoyning ta'siri kuchayyapti. Masalan, Xitoyning birinchi davlat sirtidagi harbiy bazasi Djiboutida, ya'ni Afrikaninki Shimoliy Afrikada harbiy bazasi bor. Uningdan boshqa Xitoyninki Arab ellarida bo'lsin, O'rta Osiyoda hamma yerda shu Xitoy bog'li bo'lsa, u yerda ta'siri bo'lyapti. Hatto Amerikaning masalan New Yorkning Flushingga borsak, shu yerda ta'siri bor Xitoyninki. Kurumın Xitoy va Xitoy viskisi yeyayotgan oshxonalari va bu demaklik Xitoy hozir bularni ta'sir doirasini kuchaytiryapti. Bu ta'sir doirasini kuchaytirishdagi sabab Xitoy o'zini dunyoga xo'ja bo'lamiz deydi. Shuning uchun Shanghai Cooperation qaragan vaqtida O'rta Osiyodagi 5 yilda Xitoyning ta'siri bevosita, ko'rinarlik. Shuning uchun buni yig'ib bu yerda bular bilan birga elib berishi mana degan vaqtida Shanxayga birlashmasi qaraganda mau unumlik. Nayt unumlik. Ham buningga bevos ta'sir ko'rsatiladi. Ham buningda mana degan vaqtida Xi Jinping buni Xitoy o'z oldiga bekita oladi. Masalan, bir narsani diqqat qilaylik. U bo'lsa Tojikistonning prezidenti Rahmonov birinci bulup Şiyan'ga bağan, Xitayga bağan, Muşketin kızıgın katnaşıqı bağan birincisi Rahman. Ama lekin Xi Jinping onun bilen üçüncü
3. o'rinda ko'rishgan. Birinchi kim bilan ko'rishdi? Tokayev ikkinchisi bo'lib boradi-ku deyman. Ikkinchisi bo'lib boradi. Rahmonning keynida boradi. Ammo Tokayev bilan birinchi bo'lib Xi Jinping o'ltirib suhbat deb boradi. Nima uchun Baldur Bağan bilan ko'rishmay, ikkinchi Bağan bilan ko'rishidi oldi bilan Xitoy mayada kim bilan Baldur ko'rishish, kimninki qimmati bor, ani belgilash orqali O'rta Osiyodagi bu davlatlarni bir-birisiga mana nim qilish. Mana deganda, mening oldimga kelgan vaqtingda hammang so'g'atni azroq bo'lsin elib, bas-basda qaysingning menga yugan bo'lsa, shuning bilan Baldur ko'rishima, senga jiqaroq berma degan ma signalni berish. Bu yerda agar Shanxay birlashmasida unda qilinmaydi. O sharoit yo'q. Agar Hindistonniki Baldur Bağamız onun bilan Baldur ko'rishimiz ko'ta qasqining dalalaydi-mi deydi. Ammo lekin bular unda dalanmaydi. Birinchi bo'lib Qozog'iston bilan ko'rishidi, birinchi ikkinchi Bağan. Uchinchi Bağan Qirg'izistonning bilan ko'rishidi. Uningdan keyin Qozog'istondan keyin uning Ahmanov bilan ko'rishidi. Eng oxirisida O'zbekistonning bilan ko'rishidi, Mirziyoyev bilan. Mana deganda Xitoy bu yerda kim bilan Baldur ko'rishish, kim bilan keyinda ko'rishish, bularni hammani o'rinlashtiryapti. Albatta bu yerda O'zbekistonningki eng oxirisi ko'rishi bilan uni ko'zga ilmaganlikmi? Meningcha emas. O'zbekistonning Mirziyoyev yil 5-da bir badi Xi Jinping bilan ayrim ko'rishgan. Demak bu yerda o'z oldiga deyishib olgan narsalar bor bu yerda. Uningdan keyin Tojikistonda Xitoyning askari bor. Uni e'lon qilmadi Xitoy, ammo Xitoyning askari bor. Shuning uchun Tojikistonning Afg'onistonga chegarada Xitoy Tojikiston armiyasiga baza qurib berimizda bir baza quryapti bilishimcha. Uni Tojikiston armiyasiga qurib berimiz degan ma'noda o'zi uchun quryatamdi. Uni ichki qismda qandoq bo'ldi bilmaymiz-da. Onun da hem de mening bilishimcha hozir Tojikiston bilan Afg'onistonning bu chegara qismlarida, ma'lum qismlarda Xitoyning askarlari chorlayotganligi, hatto askarning mavjudligi bor. Shuning uchun bu yerda askarni kirgizib olgandan keyin u davlatning iqtisodiy jihatdan ilib olganligi uchun u garchi birinchi kelgan bo'lsa-mu, Xi Jinping uni birinchi ko'rishmadi. Nima uchun degan vaqtida u ilg'iga chiqib bo'lgan adam. Mana degan vaqtida shuning uchun uning bilan aldirab ko'rishmadi. Qozog'iston bu yerda muhim davlat cho'ng hamda Qozog'istonningki ma'lum darajada iqtisodiy jihatdan bir qadar yaxshiroq. Shuning uchun oldi bilan birinchi bo'lib Tokayev bilan ko'rishish, hatto uning tug'ilgan kunini muboraklash, ayrim bu nim qilish hammasi bu yerda Xitoyning bu Shanxay birlashmasi bilan agar bu Xian 5ninkini selishtirgan vaqtida buningda alohida birisi Xitoyning o'z oldiga dictate deydi inglizcha. Yana o'z oldiga bu yerda hamma nimani bekitalaydiganligini buning natijasi desak bo'ladi. Shuning uchun operation qaraganda bu 5ninkini ma'ni ayrim qilish orqali buning bilan o'zining maqsadiga texmi yaxshi yetish uchun shuni maqsad qilganlik. Ko'p rahmat, yaxshi tahlil qilib berdingiz. Mayada bizdan ko'rmanlardan biraylar bir savol so'rabdi. Salom, Xitoyning haqqavurligi va zamonaviy siyosat va madaniyat tuzumlaridagi bilimsizligi, ya'ni zamonaviy siyosat va madaniy tuzumlarga rioya qilmasligi demoqchi o'xshaydi. Xitoyning qanday ojizliklarini ko'rsatib beraydi? Biz Xitoyning bu ojizligidan qanday foydalana olamiz? Bunun qarta beradigan javobingiz bormi? Xitoyningki ojizlik yerlari o'zini oshkor qilyapti. Masalan, shu imperialik ambition, yana yomon niyatining borligi, madaniyat jihatdagi qaloqligi. Hozirgi davrda hech kim burungi imperiyalarning davrini uni bir güzel vaqt demaydi. Mayli g'arb dunyosida bo'lsin, mayli hech qanday bir davlatda. Ammo Xitoy buni qaytadan bir
kinoda sahnalashtirib ochiqishi Xitoyning bu yerda niyatining qandaligi ham qanchalik bir qaloq ideya ekanligini, ya'ni imperializmni aslaydigan, shuningga havas qiladigan bunda bir ideyaninki Xitoy davlatining hozirgacha zamonaviylik bo'lolmaganligining ifodasi. Hamma jihatdan Xitoy masalan ojiz taraflari jiq Xitoyninki. Masalan yana birisi bizde Uyg'urlarda bir gap bor. O'zingni nima tuzunga yeb tuzunga siydi deydigan. Amerikada yashaydi, g'arb dunyosida yashaydi, ammo lekin Xitoy nima deyiladi? Demokratiya, erkinlikda yashab turib, diktator nima deyiladigan, diktator uchun kuch chiqaradigan. Bunda nimalar hammasi insoniyatninki mana degan vaqtida insoniyatninki hozirgi zamon bir ahdnomalarga, nizomnomalarga hech qachon tushmaydi. Masalan, Amerikada mayli biz Uyg'urlarda bo'lsin, jiq millatlarda bir odam bir narsaga qasam berdi, u qasamida turish kerak. Bu degan va'da. Amerikada biz garajdan bo'lgan vaqtida har bir odam qo'lni ko'tarib qasam berib, bu davlatga sadoqat o'laman deb berdi. Hozirgacha boshqa millatlardan shunda qasamni berib bo'lib, uningga xilof qilganlar asosan ko'rilmaydi. Ammo Xitoyda har yili degidek tutilyotidi, ko'rilyotidi. Hattoki ama yaqinda tutgan mayli New York'da tutgan Xitoylar bo'lsin, mayli Boston tutganlar bo'lsin, hammasi Amerika garajdani. Yana Amerika garajdani degan gap, u qo'lni ko'tarib qasam bergan, men Amerikaga sadoqat o'lmadim. Ammo lekin Xitoyga ishlayotganligi pash bo'lib qo'lga ilinyotdi. Bu demak nima deganda, bu insoniy o'lcham yo'q. Mana bulardan biz foydalansak bo'ladi. Dunyoga buni tonutishimiz kerak, anglitishimiz kerak. Undan keyin Uyg'urlarga berayotgan milliy qirg'inchiligi bu insoniyat qabul qilolmaydigan bir jinoyat. Buni o'zimizning kechirmishlari, beshimizni o'tganlar orqali bularni pash qilishimiz kerak, xalqaro tonutish. Mana shularning hammasi shu Xitoyning ojizligini tonutish va uningga qarshi tadbirlarni qo'llanish. Bu qatimki Şiyan'da o'tkazilgan bu boshliqlar uchrashuvininkı echilish qismida Xi Jinping nutq so'zladi. Oxirida bular bir birlashim bayonoti e'lon qildi. Bu mayli echilish nutqida bo'lsin, mayli birlashim bayonoti bo'lsin, ta'kidlagan 4 nuqta bor. Bular o'zaro yordamlashish, o'rtaq taraqqiyot, universal bexatarlik va abadiy do'stlik. Yani şu an xarakterlik 4 prinsipni yoki bu 4 g'oyani o'ttirib qo'ydi. Hamda Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari o'rtasidagi bu xil munosabatning kuchayishi yoki Xitoyninki shunday mexanizmlar orqali rayonga bo'lgan ta'sirini zo'raytishi, kuchaytirishi biz Uyg'urlarga nisbatan qanday ta'sir ko'rsatdi? Oxirida siz shu nuqtada qarashlarni biz bilan o'rtoqlashsangiz, shuning bilan programmamizni bu yerga berib qolibdi. Vaqt jihatdan. Bo'ldi, shuning bilan tugatsak bo'ldi ekan. Men bu Uyg'ur ba'zi bir ilqiy to'plarga do'stlar qo'shib qo'ygan, shuningga doim kuzatib turaman. Men shuningdimi ko'rdim. Masalan, ba'zi bir Uyg'urlar men uqmayman, u qasdlik bilanmi ya uqmay qilatamdi. Shundaq shu Shanxay nima, Xi'anda uchrashishdan keyin ba'zilar shularning ko'rinishlari, ba'zi bir atalmish natijalarini ko'rsatib, "Voh, qaranglar, Xitoy manda kuchlanib ketibdi, bu Xitoylar manda bo'lib ketibdi" deb qarashda Xitoyni tillayotgandek ko'ringan bilan amaliyotdagi mohiyat jihatda xuddi Xitoyni naiti hech kimning kuchi yetmaydigan bir yalmog'izga aylanib qolgandek, hammadan alak mulla deb shuningga ta'zim qilish majbur bo'lib qolgandek, shunda bir davri kelib qolgandek bir narsani ko'rsatyotdi. Shuni qarab men hayronmanda ba'zi Uyg'urlarning bunda bir nimalarga taqtish va uningga ishinib ketishi. Hamda Uyg'urlarga amaliyotda qancha nima ta'sir bo'ldi deganda, ta'sir bo'ldi, bo'lmaydi emas. Biz ko'ryapmiz,
Birinci ta'sir nima degan vaqtida bütün dünya hem G7'de Hiroshima'da Xitayning Uyg'urlarga milliy zulm yeb beryapti, Tibetlarga milliy zulm yeb beryapti, o'zining xalqining kishilik huquqlarini dafsanda qilyapti degan mushunda bir kunlarda bu 5 cumhuriyet bizning qarindishimiz. Mayli Qozoq olsun, O'zbek olsun, Qirg'iz olsun, Tojik olsun, Turkman olsun, hammasi biz bilan madaniyat, til, e'tiqod hamma jihatdan hattoki tarixning bir mezgillarida biz birga yashagan, birga davlat qurgan vaqtlarimiz, imperiyalar bo'lgan. Mana deganda biz bir buningda akuni qarasam bir selqi yezib qo'yibdi ekan. Tarix abidlarning birisida Ko'kto'ri Xaqonmi yoki Urxun Uyg'ur Xaqonining bular Xitoylar bizni aldab mana parchalaydi u bu deb. Shuningga o'xshash biz bilib turib, mayli qarindoshlarimiz u yerga bordi, berishi bilan yana xalqaro e'tirof qilgan bir milliy qirg'inchilikning mavjudligini ko'mganga silib qaytib kelishi bu bizga bir afsus, biz uchun nihoyatda bir cho'ng yo'qotish. Aslida bular bo'lmi degan bo'lsa-mu, bunda bir milliy zulm bor deyish lozimdi. Xitoyni ayblashi lozimdi yoki bormasligi lozimdi. Ammo bular bordi. Bu jihatni elib aytgan vaqtida biz Uyg'urlarga cho'ng ziyon. Cho'ng ziyon. Endi uningdan boshqa yana nima ta'siri bo'ladi bizga degan vaqtida Uyg'ur millati milliy qirg'inchilik uchrayapmiz. Bu milliy qirg'inchilik davomlashayotgani 4-5 yil bo'ldi. Buning ustiga buningdan boshqa yana nima baloyi ofat keldi? Meningcha milliy qirg'inchilik degan bir millatning oxirgi ko'rishi. Bu oxirgi ko'rish biz hozirgacha davomlashtirib 5 yil bo'ldi desak bo'ladi. Ma'vu milliy qirg'inchilikni. Albatta milliy qirg'inchilik bu 2016dan boshlangan emas. Shu Xitoy ishg'oliyatidan tortib bir davomlashayotgan qirg'inchiliklar. Ammo ma'vu kunimi ko'rilmagan bir cho'ng milliy qirg'inchilik. Shuning uchun bu oxirgi bizning kurash. Bunda bir kurash vaqtimizdagi millat uchun meningcha bir ko'rinarli cho'ng bu yig'inninki bir o'zgartish narsa akilanmaydi. Nima uchun degan vaqtida O'rta Osiyodagi bu 5 cumhuriyet burundan shu qirg'inchilik boshlangan vaqtida biz uchun hech qanday bir ish qilib berolmadi. Hatto ovozini chiqarib berolmagan. Bugungi kunda yana shu Xitoyninki berib, ko'mganga silib yenib keldi. Buningdan boshqa cho'ng o'zgarish yo'q. Bu dunyoninki Uyg'urni qutuldiradigan, Uyg'urga yar yo'lak bo'ladigan, Uyg'urni qutuldiradigan birinchisi Uyg'ur. Shuning uchun biz ruhimizni yo'qotmaymiz, kurashni to'xtatmasak biz yo'qolmaymiz. Mayli vatanning ichidagilar bo'lsin, mayli vatan sirtidagilar bo'lsin, Uyg'urni qutuldiradigan biz. Biz imonimiz pok, vijdonimiz pok, oldiga qarab bu kurashni davomlashtirganmiz. Hech kim bizni o'zgartirmaydi, bizni yo'qotmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchidan, xalqaro dunyosida Xitoyni to'siy oladigan yana erkin demokratiya ellari. Bu O'rta Osiyodagi 5 davlat faqat rayon xarakterlik davlatlar. Rayon xarakterlik deganimiz shu o'zining rayoniga bir-birisiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Qozog'iston, O'zbekiston bir-birisiga, Qirg'iziston bir-birisiga ta'sir ko'rsatadi. Chegarasidan olqisa, xuddi hozirgi Rossiyaga o'xshash hech kim qilolmaydi. Hatto askarmi chiqarolmaydi hamda chegarasining sirtiga. Shuning uchun bularningki ta'sir doirasi faqat o'zining davlat ichida shunchaliklari cheklama. Shuning uchun Uyg'urninki hozirgi bu ko'rishiga ko'rinishga qaraganda hamda abay deganga o'xshash bu narsani ko'zini yumbilib hech qanday nima bo'lmagandek qaytib kelishi haqiqatan biz uchun bir yo'qotishdak tuyuldi. Haqiqatan yo'qotish, chunki bu bizning qarindoshlarimiz. Birinchidan. Ikkinchidan nima deydi? Qat'iy nazar bu 5 cumhuriyetning hammasi haramga boshliqlari haramga berib keldi. Bag'anligi uchun men ularni musulmon deydi deb qarayman o'zini.
bir musulmon bo'lgan odamninki, ha, iymon etgan bir musulmonninki haq so'zlash bu diniy e'tiqodning majburiyati. Bu mu vacip manda degan vaqtida har bir musulmonga haq so'zlash. Bular haqni so'zlayolmadi. Bu jihatdan biz musulmon dunyosiga mu yo'qdish. Albatta musulmon dunyosining ko'pincha hokimiyatning hammasi bu haqni so'zlayolmayotdi. Shuning uchun meningcha konkret jihatdan hech qanday cho'ng bir ta'siri yo'q deb qarayman. Endi nam jihatdan Xitoyning hozir qilayotgan tashviqotiga bular azroq bir to'kfi qo'shib bera oladi. Ama lekin bu tashviqotni biz ko'ryapmiz. Masalan, yaqinda Ejriyan Zenzi apandim yana tadqiqoti orqali Xitoyninki Uyg'urlarga majburiy emgakning davomlashayotganligini isbotlab, Xitoyning materiallaridan foydalanib buni e'lon qildi. G'arb dunyosi buni qabul qilyapti. Shuning uchun nima deganda bu bir ikki sapning ko'rishi. Biz sapning mayiqida turdik. Bizning qarindoshlarimiz sapning dushman tarafiga o'tib turyapti. Butunlay o'tib ketdi deb qaramayman. Shuningga bularning bu hashamatliklardan biz umidsizlanmasligimiz lozim. Biz o yettining uchirishidan umidlanishimiz lozim. Haqqoniyat dunyoning kelgusi o yettida. Bu 5'te emas, bu Şiyan'da emas. Dünyanın kelgusi Şiyan'da belgilenmeydi. Ma 7'ninki de belgilenirdi. Şunun için dünyadaki en terakki kılgan, en ilgar, en cık nopsva devletlerinin mi Hindistan okşaş hemmisi Şiya gibi katlaştı. Herkes Şiyan'ı bağ mı di? Demek bir yerde biz özümüzge işinişimiz lazım. İrademizde çın buluşumuz lazım. İmanımız, vicdanımızda çın duruşumuz lazım. Mükemmel buluşumuz lazım. Şunun da menimce meyli dünyada ne mi bulsun, Xitay qanchalik oyun oynusun. Ama Xitay Tang'ның paytaxti Şian'da bu uçurishni hashamatni o'rlashtirdi. Tang sulalisi en güllengen vaqtidan keyindikilar birinci qo'zg'alan anglik minglik yana Anshijilwan deydi Xitoylar. Chang'anga besib kirgan Uyg'ur xonligining askarlari. Keyinde shularni nim qilgan. Demak, bu mu yana bir signal? Agar Xitoyning o bir signal bo'lsa, biz ma signalni tarixdan olsak bo'ladi. Xitoy agar tangni ang gullangan degan bo'lsa, Uyg'urlarning mi ang gullangan vaqti? Shu vaqtdagi tangningki oxirgi anglik minglik qo'zg'olonni bostirish berganga yordam qilgan Uyg'urning askarlari. Chang'anga kirib, shu vaqtdagi Shiyanga kirib, oxirsida Xitoy podshosi o'zi 3 kun qandaq bulang-talang qilsang mayli deb qo'yib bergan. Bu mu bizni agar Xitoy uningdan ilhom olsa, bizim buningdan ilhom olsak bo'ladi. Bizning shonliq tariximiz bor. Ammo lekin men shaxsan undaq shonliq tarixim bor deb shu tarixni maqtab tamchilab o'tirishni yaxshi ko'rmayman. Harakat qilishimiz lozim. Bugungi kun eng muhim, kelgusi eng muhim. Tarix madad berdi. Agar to'g'ri tarafini topsak. Albatta ba'zida tarixninki qarong'i tarafini tepib olib o'zini umidsizlantirdiganlar bor. Ama ben o tarafida emas. Şunun için bu qitimqi bu yig'in tantanli ko'rinishda Uyg'urga naiti bir oq ko'rinishi, naiti ulug' bo'lgan bir mujmal hamda bizga bir ta'siri cho'ng bo'lgandek bo'lgan bilan dunyoning iqimiga qaraydigan bo'lsak, buning bir cho'ng ta'siri unchalik bo'lolmaydi. Shu Xitoy bilan O'rta Osiyo 5'ninki chegarasining uyiqiga halqib ketolmaydi. 2016'ni biz Uyghur milliy qirg'inchiligi eng cho'nginiki boshlangan desak, shu vaqtdan bugungacha o'xshash yana. Aksincha, G'arb dunyosining jazolari, G'arb dunyosininki qarish chiqqanligidan Xitoy bugungi kunda, masalan, hozir biz xabarlarga sosyal medialarga qaraydigan bo'lsak, bir turkum Uyg'ur g'olchilarini chiqarib, birisi Turkiyada, birisi Amerikada, birisi Yevropada sayohat, biz Uyg'urlar degan nayt baxt yashayapmiz deb tashviq qilishga majbur bo'ldi. Bu demak nima deganda, buni O'rta Osiyodan biroz qila oldimi? Ashular bilan birlashib biroz qila olganmi, qilolmagan. G'arb dunyosi Xitoyni bugungi mushu o'zini mudofaa qilishga majburladi. Shuning uchun biz
Muşu fırsatdan faydalansak, biz ümitsizliğinden emas, ümitlendiğin devrimiz. Rahmet. Tügüdü. Qimmatli vaqtingizni chiqarib bizga qimmatli fikrlaringizni o'rtoqlashganingiz uchun ko'p rahmat. Qadrli ko'rurmanlar, bugungi programmamiz shu yerda oxirlashdi. Keyingi programmamizda ko'rishaylik. Allohga emanet. Allah'a emanet.